Qozog'istonlik vatanparvar Uyg'ur san'atkor Polat Hezimovning Assalom mening söyümlik vatanim nomli ijodiy san'at kechiligi Yarkentdagi rayonlik madaniyat markazida o'tkazilgan. Uzundan buyon asarlari anglag'uvchilarning qalbida alayda o'rin tutib kelgan muqobiliyatli muzikant va kompozitor Qozog'istonlik Uyg'ur san'atkor Polat Hezimovning ijodiy kechiligi Yarkentdagi rayonlik Uyg'ur madaniyat markazida o'tkazilgan bo'lib, bu kechilik Uyg'ur san'atining vatan millatni kuylaydigan ro'yi, muzika va samimiy hissiyotlarning haqiqiy birlashishiga aylangan. Qozog'iston ijodiy birlashmasining Olmaota va Yetsu rayonlik sho'basining boshlig'i Nurlan Seytanov va Subidin Mansurov tarafidan o'ttirib qo'yilib tashkillangan bu ijodiy kechilikni Yarkent Panfilov rayonlik hukumat qo'llab-quvvatlagan bo'lib, konsert samimiyat, milliy ranglar va san'atga bo'lgan muhabbat bilan vatan millatni kuylaydigan muzika va samimiy hissiyotlar bilan Yarkent va atrofidagi Uyg'ur jamoatini bir yerga jam qilgan. Mazkur kechilikda Polat Hezimov, Nurmamat Ahmetov, Olimjon Abdurahmon, William Molotov, Nurnamdon Ahmetov, Gulchehram Sadirova, Abdulqan Aznabaqiev va boshqa shoirlarning tekstini asos qilgan musiqa asarlarini Uyg'ur san'atkorlaridan Farhad Davutov, Baxtiyor Matnazarov va yosh talant egalaridan Abdurish To'shurov, Nariman Ashirov, Baxtiyor Rahmadinov, Amirdin Aytbaqiev, Ramiljon Nuraxunov, Bahora Ansarova, Farhad Masim, Nazugum Tayrova, Zaida Musayeva, Umidjon Karimov, Arafat Abduriyim, Arab Abduriyim qatorliqlar o'rinlagan bo'lib, mazkur kechilik tomoshabinlarning alayda olqishiga erishgan. Bu kechilikda yana Qozog'iston Uyg'urlarining Avlod, Amannisa, Asal, Tarim qatorliq san'at ansambllari va o'maklari qatnashgan bo'lib, Aziz Darayev musiqa direktori, Sulaymon Aydarov va Nazugum Tayrova riyosatchilik qilgan. Polat Hezimov ijodiy kechiligi san'at havaskorlari, do'stlari va o'quvchilarni madaniyat hayotidagi muhim bir faoliyat sifatida bir yerga jam qilgan. Faoliyat oxirida Panfilov raisi Azat Qaytov, Nurlan Seytanov, Dilshod Nasirov, Xulajdin Baqiyev, Subidin Mansurov va Oblikim Damullayev Polat Hezimovga alayda rahmat va tabriklarni bildirgan. Polat Hezimov apandim istansimizning telefon ziyoratiga bergan javobida bu xil faoliyatlar faqat milliy san'atning molliqini namoyon qilib qolmay, yana avlodlar orasidagi muhim ko'riklik rolni o'ynab, yosh avlodlarga illiqlik, ilhom va kimlikni his qildirdi deganlarni bildirgan. Bu yil 17-may kuni bir to'p og'inlar va og'inam Nurlan Seyitxonov boshqarayotgan bebeshlik olami ijodiy birlashmasining qo'llab-quvvatlashi bilan o'zimning ijodiy kechamni o'zimning tug'ilgan ustida Yarkent shahridagi madaniyat uyida o'tkazdim. Uningga Toshkentdan, Olmaotadan, Uyg'ur nahiyasining Cho'nji yesidan va Yarkent o'zidan bo'lib 50 dan oshiq san'atkorlar qatnashdi. Meningcha bo'lsa, yomon bo'lmagan bo'lish kerak. Kelgan tomoshabinlarningki inkosi qaraganda ko'ngildan chiqdi deb o'ylayman. Endi bu fursatni foydalanib, barliq tomoshabinlarga, qatnashgan barliq san'atkorlarga, undan keyin kashni uyushtirgan do'stim Nurlan Seyitxonovga o'zimning nomidan va oilamning nomidan rahmatimni aytmoqchiman.